okey. Yaqin kelajakda restoran sohasida nima o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Hop, yaqin kelajakda restoran sohasida asosan call centerlar yo'q bo'lishi boshlaydi. Chunki bitta call centerda hozir bitta restoranda 5 ta 6 talab qizlar o'tiribdi-da. Uni o'rniga sun'iy intellektda javoblar berishi boshlanadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ya'ni oldinlari oshpazlar bozor yozganda, masalan, bozoringizda qancha qolgan, skladingizda qancha narsa bor, uni odam o'zi hisoblagan, borgan, boshqa qilgan. Hozir sun'iy intellekt chiqib, shunaqa programmirование bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha power bozor yozmaydi. Uni shu sun'iy intellekt o'zi qilib beradi hammasini. Uchinchisi, biror bir yengillik qilaman desangiz, masalan, menyuga o'xshagan narsalar, menyularni oldin o'ylagansiz, nima yangi ovqatlar, yangi taomlar, uni ingredientlari solinadigan, nima mahsulotlar, hammasini bosh qotirganda, yoki biznes egasi yoki power, yoki ikkalasi hamjihatlikda qilgan. Shu narsalarni ham o'sha sun'iy intellekt hammasini sizga tayyor holatini, shablonini beradi. To'rtinchisi bu ya'ni ofitsiantlar. Ofitsiantlarni qanaqa ma'noda? U zakaz oladigan ofitsiant emas, именно masalan runner deymiz biz, ovqatingizni olib borib beradi, olib keladi. Mana men yaqinda Xitoyda Shenzhenga bordim, o'sha yaqin kunlarda bo'ladi bu narsa. Chunki Xitoyda o'sha robot ofitsiantlarga rivojlanib ketibdi-da. O'shaning uchun mana shu 4 ta narsa asosan mana shu 2026 dan boshlab shu yaqin 3-4 yillikda rivojlangan mamlakatlar, Dubay, Xitoy, Singapur, Yaponiyalarda o'tilyapti. O'sha mana shu 26 dan shunaqa. Shu